Enammi uyam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shu tevaga ana ko'rinib turibdi. Chumchuq ikkita tuxum qo'ydi. Bola ochdi. Ana chumchuq. Bitta bolasi tushib ketdi. Tushib ketdi, qaytib qabul qilmadi. Qabul qilmas ekan. Oldiga qo'ydim, uchib qarab ham qo'ymadi-da. Keyin bu enami kladovkasi. Kladovkaga olib kirdim. Qip-qizil go'shtcha edi. Mana go'shtcha. Shu korobkaning ichida pipetkada sut berib, og'ziga quyib bir narsa qilib, bu hamma xonimchami, o'g'il bolami, shunchalik qilib qo'ydim. Allohning yordami bilan. Ko'rdinglarmi? Patlari chiqdi. Halpayib yotibdi. Lekin eshikka uchib chiqib ketmayapti. Eshikni ochib qo'yganman. Eshikka chiqib ketmayapti. Ketgisi kelmayaptimi? Endi men ham majburlamayapman. Mishiqqa yem bo'lib ketmasin yana. Patlari chiqib qoldi. Ey go'zalim, 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 qo'rqmang go'zalim. Ey asalcha, qaranglar qo'yadi. Ey asalcha, asalcha. Patlari chiqib qoldi. Tez katta bo'ldi. Qip-qizilcha edi. Bir mahal eshikka olib chiqib qo'yaman. Onasi qarasa qararmikin deb, yo'q. Qaramaydi ekan, bittani erkalatib olib yotibdi. Uni uchirma qildimi, qilmadimi bilmadim. Lekin buni qaramadi-da. Pastga tushib ketsa qaramas ekan. Voy go'zal, go'zal, go'zal qaranglar-da. Ey asalim. Uchib ketgandan keyin meni eslaydimi, eslamaydimi? Bilmadim endi. Uzumlar shunaqa qilib o'ratib qo'ydik. Ashqavola qurgandan quridi, suv bo'lsa ham. Bilmadim nega undoq bo'ldi. Pomidorlar ham quridi, har kuni suv quysam ham. Mana bu atirgul qip-qizil atirgul edi. Nimada YouTube'da ko'rdim. Manaqa quriganini qirqib qo'ysa yangi chiqarar ekan. Endi bu mana bunaqa sort bo'lib qoldi. Qirqib qo'ydimmi? Bunaqa sort bo'lib qoldi endi. Qip-qizil atirgul bunaqa bo'lib qoldi. Bilmadim nimaga bunaqa bo'ldi. Pomidorlar mana pishib yotibdi. Ko'rinyapti mana. Pishib yotibdi. Gullar qirib ko'rsangiz rangi o'zgarib qolar ekan. Bu baqlajon. Bilmadim ochilganida nimaga bu baqlajon qilmayapti, mevasi yo'q. Ming suv quysangiz ham